Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabin do'stlar. Bugun siz yana mehr ko'zda ko'rsatuvi mehmonisiz. Bizning milliy musiqa madaniyatimiz juda qadimiy, juda boy tarixga ega. Bugun biz o'tgan asrning 1930-yillari o'zbek qo'shiqchilik san'ati olamiga jarangdor ovozi bilan, zabardast ovozi bilan kirib millionlar qalbini zabt etgan O'zbekiston xalq hofizi Ma'murjon Uzoqovni xotirlamoqchimiz. Husnin gülü tabuldu cihan mülkide payda şuhu perizat. Sal diyen işkin başıma külfet sevda kılgın ana feryat. Bilmem nasip etmayildir nazı peride yıkılar inşallah. Kıldın meni bir bakışda hüsnüne şeyda cilve kılmayacak. Kıldın meni bir bakışda hüsnüne şeyda cilve kılmayacak. Leyli bile şirin çinmez yavrum ama ne bir derrame bak. Min bulla kaçan tengülür işk içre cihanda mecnununa farkat. Min bulla kaçan tengülür işk içre cihanda mecnununa farkat. Indi ağarak mayle bani dilber bana kulgun ana abad. Şakarga mühacringe kaçam gülse girip dar işk içre bulaşak. Derdige anişadla bilkirdi müdevva kavmet şemşak. Derdige anişadla bilkirdi müdevva kavmeti şemşak. Yodingizga tushdimi? Shaxsan men hozir Toshkentning Ishchilar shaharchasi dahasidagi o'z uyimizni esladim. Otajonimiz Xo'ja Ahmad ota yodimga tushdilar. U kishi juda bir aziz va mukarram deb bilardilar mana shu Ma'murjon otani qo'shiqlarini. Ular bilan ham suhbat bo'lishgan. Chunki bizning mahallamizda san'atkorlardan G'anjon Toshmatov, Saidjon Kalonov, To'xtasin Jalilov shu singari ustozodalar istiqomat qilishardi. Ko'rkam Mag'londek bir marvaridda oddiy bo'zchi Uzoqboy ota oilasida tavallud topgan Ma'murjon qanday qilib san'at olamiga kirib qoldi? U zoti sharif o'tgan asrning san'atini eng shohsupasiga chiqqan gul tojisi edi desak mubolag'a bo'lmas. Men Tabarruk otaxonning zurriyotlaridan Zuhraxon Uzoqovaga dastlabki so'zni bersam. Hozirgi paytda qolgan zurriyotlaridan biz Hasan Zuhra qoldik, egizaklar. Kichkinalik mahallarimni eslasam men dadamni o'sha Farg'ona Marg'ilonga xos til bilan aytganda hammamizni sizlab gapirgan bo'lganlarda dadamlarda. Yoshimiz ulg'aygan sari, yillar o'tgan sari turmush qilib o'zimiz ona, o'zimiz bu bo'lganimizda haqiqatan ham men chin insoniylarni
qalblari pokligini, mehri giyohlari tuganmasliklarini his qilaman-da men hozir. Oiladagi o'zlarini tutishlari, onamizga bo'lgan mehr muhabbatlari to ko'zlari yumilguncha to'xtamagan. Oldingi paytlarda 5 ta bolaga o'g'il bolami, qiz bolami, farzand hammasi bitta katta o'rin solinar ekan. Shunda biz hammamiz yotardik. Yoz kunlari bo'lgan, shunda so'ri kalavat, hovuzimiz ustida so'ri kalavat bo'lgan. Shu yerda endi 5 chalamiz yotgan bo'lganmiz. Ayamda qarasalar yonlarida dadam yo'qlar. Eshikka chiqibdilar. Chiqsalar dadamlar hammamizni oldimizda o'sha yerda so'ri kalavat ustida o'tirganmishlar. Keyin ayam aytdiki, tinchlikmi, nima bo'ldi, maziz qochib qoldimi desalar, yo'q, xotinchaxon, qarang, Allohim o'zi menga shu peshta farzandni nasib qilib berdi. Shularning to'yini ko'rish nasib qilarmikin degan ekanlar. Endi bu narsaga menimcha o'sha oldindan kelgan darak, ko'rgan tushlari ta'sir bo'lgan bo'lsa kerak. Yana bitta narsa aytmoqchimanki, men dadamlar bizga uncha uzoq bo'lmagan kolxoz bozori deyilardi oldin, mana shu meva-cheva sotadigan joy. Shu yerga yetaklab olib chiqardilar dadamlar. Yo'lda ketayotib, har bitta inson bilan to'xtab, gaplashib, xohlab gapirib keyin borardik. Bu dadamlarning insonlar bilan qilgan muloqotlari, hali kulgi aralash gapirgan gaplari bilan 1 soatcha vaqt o'tardi. San'at yo'liga kirish ham qanaqa bo'lgan? Shu otalaridan keyin 12 yoshlarda dadamlar otalaridan qolgan ekanlar. Shunda endi hamma bo'lsa ham bir-biridan nonni uyga olib kiraman deb turib, bitta Novoyga shogirdlikka tushgan ekanlar. Shunda ketishlarda bitta katta dumaloq, katta raqli yopib berishar ekan. Shu nonni uyga olib kirar ekanlar. Meni hissam shu deb olib kirar ekanlar-da. Keyin undan keyin choyxonaga ishga kirganlikka choy tashuvchi bo'lib. Katta ustoz san'atkorlar, Mamat buva akalar va hokazolar bo'lgan mahalda Yusufjon qizi Shakarjonovlar. Shular o'sha yerga yig'ilishib, askiya-yu qo'shiqlar etib yurganda dadam o'shanda choy tashib yurgan bola bo'lgan ekanlar. Endi 12 yoshlari bo'lganmi, 13 yosh bo'lganmilar. Shunda o'shalarning qo'shig'iga, ovoziga ich-ichlaridan shunaqangi mehr muhabbat uyg'onganlarki, quloqlari eshitib, o'sha yerda o'zlaricha hirgoya qilib boshlagan ekanlar. San'atga mehr menimcha shu yoshdan uyg'ongan bo'lsa kerak deb bilaman. Endi mana shu mehrni uyg'onishiga ustozoda yashagan muhit ham sabab bo'lganmikan? Bu haqda biz bevosita musiqashunos olimlardan do'stimiz O'zbekiston Davlat konservatoriyasi professori Soyibjon Begmatovdan eshitamiz. O'zbek xalqi buyuk qilgan ham ana shunday zabardast insonlar deb o'ylayman. Ma'murjon akada shunaqa bir ovoz bo'lganki, o'ziga tortadigan, uni ohangrabodek tortadigan, o'ziga xos bir mungi bo'lgan u ovozi. U ovozi jarangi bo'lgan, u ovozi tarovati bo'lgan, issig'i. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham u ovozni eshitasiz va undan ma'naviy oziqa olasiz. Mening nazarimda avvalo ularni ustozlarning nazarlariga tushganlari sabab bo'lgan bo'lsa kerak. Hozir bu yerda nihoyatda hayajonlanib o'zimga sig'masdan o'tiribman. Ustoz bizga juda ham yaqin qarindosh bo'lganlar, bizni xonadonimizga kuyov bo'lganlar. Asosiy yoshlik, navqironlik paytlarini shu bizni qishlog'imizda, aynan bizni xonadonimizda o'tkazgan insonlar. Shu qora Pobeda mashina bo'lardi, lekin kubanka kiyardilar, shapka kiyardilar. Buni Mahmadjon akam yo minib borardi, bo'lmasa shopirlari bo'lardi, shopirlar bilan borishardi. Xonadonimiz to'lib ketardi. Bu xotiralarda hammasini dadamdan magnit tasmasiga yozib qo'yganman. Bugungi shu ulug' insonni xotirlash davrasiga taklif qilganlari uchun tashakkur bildiraman. Rahmat. Marhum ajoyib san'atkorimiz O'zbekiston xalq hofizi O'lmas Saidjonov ham o'z mulohazalarini bildirgan edilar. Shu mulohazalarga e'tiboringizni jalb etamiz. Marhamat. Moskvada katta dekadalarda yoki bo'lmasa o'zlari birgalikda gastrol safarlarda yurganda shu sahnaga o'tirishibdi. Misol uchun sozandalar soni juda ko'p bo'lsa 5 ta 6 kishi. Ana endi u yerda qo'shiq ketyapti. Konferans chiqib e'lon qilyapti.
o'sha bitta qo'shiqni e'lon qilgandan keyin bu yoqi qo'shilib ketyapti. Kelim cellat yürür İşk ahlidir kan közlerin Lavlavin ya bakşlı amma afatiga közlerin Ustozodani ko'rgan, u kishining san'atlaridan, suhbatlaridan bahramand bo'lganlar ham bor davramizda va men mamnuniyat bilan shunday mehmonlarimizdan biriga so'z beraman. Marhamat. Ma'murjon akaga jo'rchi bo'lganman men. Rubobda. 1961-yil Ma'murjon Uzoqov Andijonga safar qilgan, gastrol safari bo'lgan. Bizni dadamiz O'shda O'zbek dram teatri bo'lardi. Hozir Bobur nomi bilan yuritiladi. Shu yerda direktor edi. Ma'murjonlar kelib qolibdi. Bir O'shda yana bir ikkita konsert qo'yib ketmasa bo'lmaydi deb O'shga taklif qilganlar. Shunda Ma'murjon aka biznikida bo'lgan. Men endi maktabda endi bitirgan bo'lib, men o'zi sal texnikaga qiziqardim-da, shu konsert ko'rgandan keyin dadamga aytdim-da, dada dedim, mana shu rubobni qarang dedim. Qani endi shunaqa bitta rubob bo'lsa desam, Ma'murjon kattaga ayting rubobini berib keta olmaydimi degan. Endi buni ko'p gapirsam tarixicha katta. Andijondan qisqasi poyezddan olib qo'yganmiz rubobni. Taqdirni qarangki, oradan 1 yil o'tganda 62-yil edi. Shunda dadamiz rahmatli Ma'murjon akani O'shga olib kelgan. Shunda bir sozanda bilan kelgan. Ma'murjon dedi, "Ali Najotga dedi rubob olib beruvdingiz. Bir eshitib ko'rmaysizmi?" dedi. Yo'q, Ahmad aka bo'pti, eshitib ko'raman dedi. Keyin bir rubobni olib chiqib chaber, ustozga chaber dedi-da. Shu bilan sazlar cholimda, "Bo'ldi" dedi. "Bugun konsertga mana bolam bilan chiqib qo'yamiz, ertadan yonimda yurasiz" dedi. Shu bilan ustozni umrini oxirigacha men yonida bo'ldim. Biz endi ustozni magnit tasmalar, video tasmalar orqali taniganmiz. San'atga ilk kirib kelishimga ham ustozim O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyevga kelganimda, ustoz shu menga Jo'raxon Sultonov bilan Ma'murjon Uzoqov aytgan ashulalardan o'rgatsangiz deb men o'zim ustozimga iltimos qilganman. Birinchi kelganimda. Endi men unda yosh bola edim. Ustoz aytgan, "Xo'p bo'ladi, o'rgataman. Ma'murjon ustani qo'shig'ini eshitib yuravering. Har yotganingizda ham, turganingizda ham shu ashulalarni eshitib yuring" deb aytardilar. Shu eshitib yurib, keyin shu bog'aro qo'ysang qadam Tusti domlaning g'azallari bilan aytilgan katta ashulalarni menga o'rgatganlar ustoz. Shundan hozir agar mavrid bo'lsa aytib beraman. Bog'aro qo'ysang qadam guluncha qolmay handadir. Qamatingdin sarviram voy ari qadinga bandadir. Marg'ilonda bo'lganimizda biz 92 yoshli doirachi bo'lib yo'llarida hamnafas bo'lgan Alijon otani tasvirga tushirdik. Marhamat. Mahmudjon akam bizga shunchalik yaqin bo'lganki, o'g'illarni farzandidek ko'rganlar. Mahmudjon akam, chunki Mahmudjon akam juda oliyjanob, keng odamlar. Birovga mehribon, qadrdon, birovni kamchiligini nima qilyapsiz, nima eshyapsiz desa qilib beradigan mashina inson bo'lgan. Doirachalardan, keyin Mahmudjon akam to'ylarda shu managa kelsalar, to'ylarda bo'lardilar. Kelganlarda, bekor o'zimiz o'g'lim yur, aylanib kelaylik. Lekin Namanganga gastrol qilardi. Bitta nomerni o'rlari olib, bitta nomerni bizga berardi.
adrenaline emasmi konsert. Shunaqa qilardi. Konsertdan keyin man akam Sa'djon degan rubob bordi. Ashuni aytardilar endi qo'ying. Endi shunda aytganmanki, usta siz endi ovoz sarpast va aziz umidini desam, Alijon sen bilmaysan-da. Qanday qilib qilib qanday chiqib ketsa, Qaynab kelib qolsa. qaynab kelib qolsa, qanaqa qilib aytardilar. Lekin aytadimki, mamlaka qulog'im bekib bo'lyapti ovozga. Masalan, arkada bir qadam hiç olmayalım özüm. Qo'lini kiyani qilib cho'yar, o'g'lim, menga cho'ysang bo'ldi-da. Tushunardim. Qarang, ovoz shunchalik qulog'im bekib qoladi-da. Bu ajoyib san'atkorni o'chmas ovozlari hammani hozirgacha necha yil bo'lgan bo'lsa, yosh san'atkorlarimiz, yosh qo'shiqchilarimiz hammasi hozirgacha kuylab kelishadi. Ayol bo'lsa ham bu erkak kishini ashula deyishmaydi. Hammasi Mustaqzod bormi, ey nigorim bormi, hamma qo'shiqlarini ayollar ham hozir chiroyli qilib aytishadi. Chunki bu xalqqa singib ketgan. Buni eshitgan xalq o'yinga tushaveradi, o'tirolmaydi. Shunaqangi bir yurakka yaqin qo'shiqlar. Endi bunaqa san'atkorlarimiz, mana o'lmas san'atkorlarimiz deymiz-da bularda. Husningil tavildi jahon mulkida paydo, ey shuh farizod. Saldini ishqi boshima kulfat savdo, qilg'im ona faryod. Bilmem nasfat adam idi, nazi fanida, ey ko'zlar shahlo, qilding meni bir boqishla, husningga shaydo, jilva qilib bejo. Bu vodiyimizdan mana shunaqangi san'atkor qo'shiqchilar chiqqaniga biz juda ham faxrlanib yuramizda. Rahmatli ustozlari Ma'murjon labbay ustozdirdilar. Shu mana qo'shiqni bir eshitkim borda, hop bo'ladirdilar. Ana shu labbay bu kishini hatto reportajda ham ko'rindi. Chunki mana Ikkinchi jahon urushidan keyin kimdir akasidan, kimdir otasidan ayrilganda o'sha paytda xalq dardiga labbay ma'nosida surating, xonadonda osilib turgan suratni ko'rgan onaxonlar, akasini suratini ko'rgan ukalari, otasini suratini ko'rgan farzandlari yig'lashardi. Men shu o'sha kishida labbayni hofizlik san'atida ham namoyon bo'lganini ko'rganman. Bunday ovoz sohibi bo'lish uchun qancha iste'dod kerak? Buni sababi nimada? Buni mutaxassisdan eshitamiz. Marhamat. O'zi aslida qadimdan Marg'ilon hofizlar yurti, Marg'ilonda katta ashulachilar maktablari yaratilgan. Madali hofiz, Mamadvoy Sattorov, Jo'raxon Sultonov, qolaversa ularga bosh bo'lgan Yusufjon qiziq Shakarjonovlarni eslab o'tdilar. O'tganlarda Alloh rahmat qilsin. Bu ustozimizni bu darajada mashhur bo'lib ketishlari aynan ularni shaxsiy ijrochilik uslublari bilan, qolaversa o'sha ustozlarimizni an'analarini davom ettirganliklari, qolaversa hozirgi yoshlarimiz ham ustozimiz yo'lidan ketib, hattoki estrada musiqasigacha olib keldi bu uslub. Chunki o'sha Jo'raxon aka bilan hamnafasliklari rasm bo'lib o'z zamonasida hozirgacha kelib, mana hozirgi kunda yoshlarimiz ham jo'rovoz bo'lib, ustozlar aytgan ashulalarni hamnafaslikda ijro etib kelishyapti. O'zbekistonlik hofizlarni shu Moskvaga chaqirishganda Xramov degan ustoz aytganlarki, bu navbat Ma'murjon Uzoqovga kelganlarida shu sen qaysi maktabni tamomlagansan? Italiya maktabimi yoki men Jo'raxon akaning maktabini tamomlaganman. Katta ashulachilikdagi ham nafasim, ham ustozim bo'ladi. Sani ijroing belkanta ekan. Bu juda ham yuqori, go'zal, nafis ovoz turiga kiradi deb shunaqa ta'rif berishgan. Bu bilan nima demoqchiman? Ustozimizni
ijrolari, ijro dasturidagi asarlari hattoki o'zbek millatidan tashqari Yevropa boshqa maktablarga ham o'zigacha ta'siri bo'lganligini deb o'ylayman. Yana bir insonni xotirlashga biz jur'at etamiz. U kishi mashhur mulla to'ychi Toshmuhammedovning zurriyotlari Abulqosim aka To'ychiyev. Abulqosim akani biz bir qancha suratlarda, lavhalarda ustozning yonlarida doira chalganlarini ko'rdik, quvondik. U kishining qizlari Ma'mur opam bugun ishtirok etyaptilar. Dadam deb gapirdilar. Zuhraxon, men ham dadamni ko'rgandek bo'lib ketdim. Chunki hamnafas bo'lishgan, bular birga uzoq yillar birga bo'lishgan. Bulardan ko'p suhbatlarda dadam shular to'g'risida gapirardilar-da, xalqqa hurmat qilsang, seni xalq hurmat qiladi dedilar. Bular shunaqangi ustozlar ediki, Ma'murjon akam, Jo'raxon akam, dadam bilan qatoridagi hamma ustozlar hammasini nima birlashtirardi? Bularni bir-biriga mehri. Juda ham qiyinchiliklarda, yomg'irlarda konsertlar berishga to'g'ri kelar ekan, bular ashula aytishlariga to'g'ri kelar ekan. Ularni hurmatidan meni eshitaman deb keladi bu xalqlar deb chiqarganlar-da sahnaga. Oxirigacha xalq o'tiribdimi? Biz ham oxirigacha aytamizdir ekanlar. Bir marta aytib berganlar menga, hech esimdan chiqmaydi. Ma'murjon akam rahmatlining oyoqlari sinib qopti. Shu konsertdan oldin, shu yig'ilishdan oldin odam to'plangan hammasi dedilar. Endi nima qilamiz? Yurishga majol bo'lmay qolgan ekan, shunaqa og'riq bo'lgan ekan, ko'tarib chiqqan ekanlar. Bular fidoyi. San'atda fidoyi bo'lish kerak. Jonini, holini, molini, hammasini berib yuborishgan-da bular. O'shaning uchun xalq ichida hech qachon o'lmaydi bular. O'rgangan narsam dadamdan, ustozlarga bo'lgan hurmatim. Halima opam, Tamara opam, Galiya Izmailova o'shalarni oldiga borib yo'qlab turardilar. Men o'shalardan o'rganganman ustozlarni hurmatini. Biz yosh bola bo'lganmiz, Ma'murjon akam davrida. Dadam juda ham ko'p gapirardilar-da. Ma'murjon akam mana bunaqa qilgan, Jo'raxon akam mana bunaqa qilgan. To'ylarda ham gapirib yurardilar. Ali potaga qilganda Jo'raxon aka, Ma'murjon aka, Tabarag'on hammasini eslab shuna duo qilardilar. Keyin bir kun bular Ma'murjon akam muqimiy teatrda ham ishlagan ekanlar-da. Shuni juda ko'p gapirardilar. Teatrda ishlaganmiz. Tohir Zuhrani spektaklga ketayotganda shu Ma'murjon akani ovozi yaxshi. Shunga beramiz spektaklda deb repetitsiyani boshlashibdi-da. Shunda Ma'murjon aka shunda ashularni aytib Zuhraxonning oldiga borasiz. Shu qiladigan ishingiz. Hop deb shuni ashularni boshlasalar oyoq yurmasmishdi. Oyoqda yursalar ovoz ishlamasmish. Shuni 10 marta qaytargandan keyin rejissyor aytibdi-ki, "Voy Ma'murjon aka, qanaqa odamsiz? Shuna yurib etib borish qiyinmi? Shuni qila olmaysizmi? Zuhraxonni o'zi kela qolsa bu yoqqa turib." 39-40-yillarda kelinganda Usmon Yusupov olib kelgan ekanlar butun viloyatdagi ustoz san'atkorlarni. Sahnaga chiqib konsert berishgan mahalda qatga borishdan qat'iy nazar qo'shiqlar askiyalar qo'shiqqa, qo'shiqlar yana raqslarga ulanib ketgan. Men esimda bor, Marg'ilonga bahor ansambli gastrolga borgan bo'lgan. Shunda dadamlar endi Marg'ilonda bo'lgan. Marg'ilon bog'ida bitta yozgi sahna bo'lgan. Dadamlar kirib ketayotgan mahallarida kichkina 4-5 yashar bola turgan endi. Endi konsertga keldi-da, odamlar keldi, bular kirmaydi. Shunda dadam tanib qolishib, qarab turib, bitta ashula aytib bering deyishgan ekan. Desalar o'shanda Abulqosim akam, Muhammadjon aka Mirzayev bilan, "Men bu yoqqa yuring, bular aytaveradi, hozir sahnaga chiqadigan navbatingiz keldi." Desalar, "To'xtab turinglar. Mana bizdan keyingi ertangi kunni farzandlari shular. Avvalambor sahnaga ko'tarib qo'ygan bizni masha xalq bo'ladi. Ertaga bizdan keyin qolib masha bolalar katta bo'lganda palonchilar bor edi deydi deb o'sha ashulalarni bittasini 4 qatorini bo'lsa ham aytib turib, endi ruxsat berasizlarmi bizga o'tishga dirkanlar dadamlar. Dadamlar shu qulog'imizda qolgan shu narsada. Aytarkanlarki, yo'q.
bu xalq shunchalik darajada san'atkorni hurmat qiladiki, bir pog'ona bo'lsa ham o'zidan yuqori qilib, shu taxtani yarimtasi bo'lay bo'lsa ham sahna qurib beradi. Hammalari shu sahnani hurmatini bilishinglar kerak. Sahnada kiyib turgan kiyimlarni madaniyatini tushunishinglar kerak. Shu bir-biriga qiladigan muomala-yu, etadigan qo'shig'inglarni darajasini shunchalik darajaga etishinglar kerakki, so'ziga taxalluf berishinglar kerakki, bu narsa butun umr qoladigan narsa bo'lish kerakdir ekanlar. Ermana davramizda mashhur, xalqimiz bilgan, sevgan Sofxonovlar sulolasi vakillari ham ishtirok etishyapti. Marhamat. Ma'murjon Uzoqovni men o'zlarini ko'rganman. Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonov, G'anjon Toshmatov uchalovligi bizanikiga kelishgan. Shunda Boboxon dodam juda bir xursand bo'lib kutib olganlarda qo'y so'ydirganlar. Shularni ko'rib, bularga mehrim oshib ketgan. Endi bular bir davrda o'tgan hofizlar bo'lishgan. Ya'ni mana bu ham Boboxon Subhonov 1900-yil tug'ilganlar. Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonov 1903-4-yilda tug'ilishgan. Tengdosh bo'lishgan. Akmalxon dodamiz 1905-yil tug'ilganlar. Bular shu bir davrda bir davrni hofizlari bo'lishgan bular. Endi o'sha bular bir-birini juda hurmat qilishgan. U davrda unaqa haligi hasad degan narsalar bo'lmagan. San'atkorlar juda bir sanoqli bo'lgan o'sha davrda. Bir-birini shunchalik hurmat qilishganki, yoshligidan qat'iy nazar bir-birini aka deb suhbatlashishgan. Men bitta narsa hozir esimga tushib ketdi, shuni aytib bermoqchiman. Amakimiz shu men 16-17 yoshlar bo'lsam kerak. Abdurasul, yur hozir bir joyga boramiz, san'atkorlar ko'p bo'ladi, ko'rib kelasan. Dorani ham avval dedilar. Akmalxon akamiz. Borsak odam ko'p. 3 ta kalavat san'atkorlar o'tiribdi. Birida Jo'raxon Sultonov bilan men o'zim ko'rganman o'sha davr. Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, keyin ikkinchi kalavatda aka Sho'jalilovlar, yana bir kalavatda Asqar Ubaydallah, Ortiqxo'ja Imomxo'ja bular o'tirishibdi. Keyin davra boshlandi. Davra boshlaganda Jo'raxon Sultonov bilan Ma'murjon Uzoqovga navbat berdilar. Katta ashuladan bir ashula aytishdi. Hamma jim. San'atni eshitishdi ular. O'sha ba'zandan keyin bir suhbat qilishdi. O'sha ularning suhbatidan men bahramand bo'ldim. Bahramand bo'ldim. O'sha davrlarni ko'rdim. Men shundan minnatdorman, xursandman. Hozir endi azizlar, e'tiboringlarni yana ekranga qaratamiz. Ustozoda bilan bog'liq lavhalarni tomosha qilishga taklif etamiz. Marhamat. Ustoz Ma'murjon Uzoqovni men ravo ko'rgan bo'lardim. Dovudiy ovoz sohibi deganda. Chunki Hazrati Dovud nag'masi noyob bo'lgan. Noyob bo'lganki, bu noyob nag'mani faqat shu Ma'murjon Uzoqovning ijrosida eshitish mumkin xolos. Ayniqsa shu ijrolarida alohida bir ko'rinish, alohida bir qandaydir insonga ta'sir qiladigan bir kuch. Mana qancha ustoz mana o'tib ketganiga shuncha yillar bo'lsa ham borgan sari bu kishining ovozlari yangilanib xuddi xalqimizga qaytib kelayotgandek bo'lyapti-da. Tiniqlashib keldi, tobora tiniqlashib kelyapti. 15-16 yoshlar bola edik. Shu ashullarni aytib, mana shunday aylanib yonlarda shogirdlar Ibrohim Isaqov, yosh mahal shogirdlari. Shu Ibrohim akamni hamnafas bo'lib aytayapti-ku, shu dunyoga sig'mayapti-da. Chachrab ketyapti-da, nur chachrab ketadi nazarimizda. Shunaqa bir shuni ko'rganman-da, hozirgacha ko'zimni oldida keladi. Otam Yusupov Toji Muhammad naychalardilar. Yine ustaları yonlarida jo'rnavoziylik qilib, ta'mirda qo'shilib bular mana ashula aytardilar. Yusupov usta bosh bo'ladilar. Endi ba'da Jo'raxon aka, Ma'mur aka, Mamlat Fotiho Sattorov, Oxon Qiziq, Usmon Qiziq, Sulaymon Qori
bir 4 dona ashula bo'lgandan keyin bir 10 minut deyarli qizg'inlikqa navbat berilardi. Ular hali shayton degani bor, keyin dor o'yinlari bor, boshqa bor, ularga hammasiga ustozlar hammalari aralashardi qarang. Yusuf Qo'ziq, "Ey, Jaraxon ke, Ma'murjon baqa kelib, ularda qarang, yana qizillarga ham olib qarang, xalqni bir kuldirib, yana bir davrani yangilashtirib, kulgidan keyin yana ashula davom etar ekan." Ma'murjon aka uzoqlarda ashulalarga xalq boshqacha kutib turishardi. Biz yosh bolamiz go'yoda boqqa keladigan qolsak, bizga ovoz eshitilib turardi. Uyimizga. Ashulalarning avji ham eshitilib turardi. Mikrofon yo'q. Mikrofon yo'q u paytda. 60-yillarda, 60-yillarda radio kanallar bo'lardi. O'shalardan ustozni ashulalarini eshitib lolib qolardik. Men shu musiqaga endi qiziqishim yoshlikdan bo'lganligim uchun shu bu kishini aytgan ayrilmasin, Edilbar Janon kabi mana shu Janon bo'laman deb shu ashulalari hattoki yozib ham olgandim. Shu qulog'imizda o'ynab qo'ygan ekan. Qadrdonlikni do'st tutgan jahonda bor kamdan kam deb shu ashulalarni u kishini shogirdlari aytishardi, biz eshitardik. yilda men Dushanbeda Tojik filmini chaqirib bir kinoga taklif qilganda Kranafshitsa rolini o'ynaganman. O'sha paytda Bahor ansambli Ma'murjon Uzoqovlar, Jaraxon akalar, Muhammadjon Mirzayevlar qatnashgan, konsert bergandan keyin har bir raqs orasida bittadan ashula bo'lar edi-da. Ma'murjon Uzoqov bilan Jaraxon Sultonovlar chiqib mikrofonsiz likopchada ashula aytib, juda bir tojik san'at shinavandalarini qoldirgan. Qarsak ustiga qarsak. Oxir o'sha yerda necha kun, 15 kun konsert berishlari kerak edi. Men ham o'sha gastrolda turardim. Mukarram pamatlarga bu cho'ziladiganga o'xshaydi bu yerda gastrollarimiz. Rayonlarga chiqishimiz kerak edi. Bir oy Dushanbani o'zida shu Ma'murjon Uzoqov bilan Jaraxon Sultonovni olib qolib, qoyil qolishdi o'shanda. Men yana bitta ilova qilmoqchiman. Mana 37-yil dekada bo'ldi Moskvada. Ma'murjon aka bilan Jaraxon Sultonov na mikrofon, na orkestr bitta likopchani ko'tarib sahnaga chiqib ashula aytganlar nihoyatda baland. O'sha paytda san'at, o'sha madaniyat ministri kelib ko'rgandan keyin butun kompozitorlar chaqirgan. Eshitinglar, bu hech qanaqa notasiz aytayapti. Yozib boringlar degan kompozitorlarga. Biz bunaqa ovozni yoza olmaymiz, chunki bunaqa ovoz ko'taradigan bizda yo'q unaqa deb shularning ovoziga o'zbek san'atiga juda qoyil qolish. 37-yilda endi bu. Men Zuhraxon opa bilan 2012-yilda Didor Shirin ko'rsatuvida tanishib qoldim-da. Ularning otalari haqida yaxshi bir maqola yozish ilinjida ularni redaksiyaga taklif etdim. Zuhraxon opa juda xursandchilik bilan qabul qilib, o'zlari kelib, rasmlar bilan shunaqa chiroyli bir suhbat qurdik. Uzoq davom etdi suhbatimiz. Men shu qadar obrazli, bir chiroyli tasvirlaganlardan o'sha davrga, o'sha Ma'murjon Uzoqovning oilalariga tushib qolgandek bo'ldim. Men hozir mana bu yerda o'tirib, u insonni fazilatlari haqida eshityapman. Lekin men ijodkor bo'lganim uchunmi yo ayol bo'lganim uchunmi ko'proq ularning oiladagi ayollariga, muhabbatlariga bo'lgan munosabatlari haqida gapirgim kelyapti. Ular mana 20 yil turmush qurishgan, 20 yil umr guzaronlik qilishgan, lekin nazarimda bu 20 yil asrlarga tatigulik xotiralarga boy bo'lgan, mehr muhabbatga to'la bo'lgan. Shu Ma'murjon Uzoqov olamdan o'tganlarida ayollarning shu qo'ng'ir sochlari bir kechada oppoq oqarib ketadi va ular o'sha payt 39 yoshlarida beva qoladilar va 84 yoshlarida olamdan o'tganlar, lekin ignalaridan qora kiyimlarini yechmaganlar. Men mana shu ularning xayollaridan o'tgan o'ylarni, fikrlarni satrlarga tushirgandim, shuni o'qib bersam degandim.
Yaproqlarni sochib o'ynaydi shamol, meni o'z holimga qo'ymaydi shamol. Ko'zimda qotmagan so'nggi tomchi yosh, dardim yangi hali qonaydi shamol. Uvillab dilimni tang etding yetar, tuproqni siypalab sang etding yetar. Zulumot ko'nglimni tortqilab har yon, uyqu bermay tunni tong etding yetar. O'tgan kunlarimga qaytargil qaytgin, quloqqa shivirlab aytaring aytgin. Unutib bo'larmi oshiq ko'nglima, yor entikib aytgan baytlarin satrin. Sahna hayot ekan, hayot sahnamas, xilpirab tursa-da dunyo ag'namas. Ishqdan o'zga bari bekor aslida, sog'inchdan o'rtandim, hijrondan sarmast. Yig'layman, tun menga boqadi giryon, nigohing ko'zimga muhrlangan on. Unutib barini seni o'ylayman, jonimga barobar jahonimsan jon. Rahmat. Azizlar, bir narsa bizni xushnud etdi Marg'ilonda. Mana shu Marg'ilonning o'zida kichkinagina bir javohirdek joyda 3 ta musiqa bolalar maktabi bor ekan. Biz borgan bitta musiqa maktabiga 400 ga yaqin o'g'il qiz umumiy ta'limdan keyin musiqiy saboq olishga kelar ekan. Bu imkoniyatni qarang. Bular ertangi kun yulduzlarimiz emasmi? Mana shunday yulduzlarni ko'rdik biz. Hozirgi lavhamiz shu haqda. yoshli qizaloq Rossiya Federatsiyasida Ozarbayjonda o'tkazilgan aynan mana shu an'anaviy ijrochilik san'ati yo'nalishidagi ko'rik tanlovning bosh sovrini egasi bo'lgan. Mana shular davomchilarda, to'g'rimi? Rahmat. 1997-yildan boshlab
Madaniyat vazirligi tomonidan O'zbeknavolar bilan birga respublikamizni Ma'murjon Uzoqov nomidagi yoshlar o'rtasidagi ko'rik tanlovi boshlandi. Hozirgacha har 2 yilda o'tkaziladi. Oxirgi etapi dadamlar tug'ilib o'sha yerda o'tgan joylarida Marg'ilon shahrida bo'lib o'tiladi. Aytmoqchimanki, o'zbek san'ati bor ekan, Ma'murjon Uzoqov borlar. Hayotlarda bilaman dadam. Yana bir gap, Zuhraxon 2000-yilda birinchi prezidentimiz tomonidan ustozga vafotlaridan keyin bo'lsa-da buyuk xizmatlari uchun orden berildi. Siz aytganingizdek sahna hayot. Mana shu biz bugun tilga olgan ustoz Ma'murjon Uzoqov sahnada yashadilar. Sahnada vafot etdilar. Bun tafsilotini eslash juda ham og'ir, lekin men zurriyotlari Zuhraxondan iltimos qilardim. O'sha kunni eslang. 1963-yil Marg'ilondagi bog'imizga xalqimizni sevgan san'atkorlari, hozirgi Milliy teatri ustoz san'atkorlari, betakror san'atkorlari Shukur aka Burxonov, Nabi Rahimovlar, San'at Devonovlar va hokazolar gastrol safariga borishgan. Borishganda endi albatta ko'pchilikka bu bilsa kerak, Shukur aka bilan dadamlar juda ham yaqin do'st bo'lishgan. O'rtoqmas, ular juda yaqin do'st bo'lishgan. Endi Shukur aka Toshkent shevasida sansirab gapirardilar-da, menga Ma'murjon deb gapirardilar. Shular gastrol safariga borganda dadamlar betob edilar uyda. Men bularni endi uyga taklif qilishim kerak. Men uchun uyat bo'ladi deganlarda. Taklif qilib kelaman-da eshikdan chiqib ketgan bo'lganlar. Chiqib ketganlarda ayam shoshib yana uyga qaytib kirib ro'molcha olib chiqqanlar, ro'molchaning ichiga o'sha paytda Krasniy Moskva degan duxi bo'lardi. Ayam yaxshi ko'radi. Shuni sef qo'yib turib, cho'nchaklarga solib qo'yganlar. Ayam dadamlar har galgidek kelganda oq jujun kiytirishimda bo'lganlar. Shu bilan ko'chaga chiqib turib Marg'ilon bog'iga borishgan. U san'atkorlarni mehmon qilamiz deb o'zimizni Marg'ilon san'atkorlari yu askarchilari hammalari mehmonga borishgan. Dadam kirib borishlari bilan Shukur aka o'nlardan turgan ekanlar. Ma'murjon, seni betob deb aytishgan edi desam, betobligim uyda qoldirib yordim men. Men sizlarni oldilaring kelyapman deb kelgan ekanlar. Endi qo'shiq aytishga bulardan iltimos qilishmagan ekan, chunki qon bosimlari juda ham balandda uyga kelib ukol qilib ketardi doktorlar. Ma'murjon, sen betob eding, senga qo'shiq aytish mumkin emas deb Shukur aka shunaqa qilsalar, yo'q. Sizlar shunda aziz Toshkentdan kelibsizlar-ku, meni yo'qlab kelgansizlar, ko'chib ketganimizga 2 yil bo'lgan endi. Deb turib shu qo'shiqni boshlagan ekanlar. Bitta qo'shiqni boshdan oxirigacha aytib bo'lganlar. Ikkinchi qo'shiqni boshlaganlarida birdaniga xoholab kulib yoribdilar. Osmonga qarab kuladigan odatlari bor edi. Kulib yoribdilar. Ma'murjon, nima o'zidan o'zi qo'shiqni o'rtasida kulib yoryapsan desa, bir narsa esimga tushib ketdi-da degan ekanlar. Shu bilan shu gapni gapirib bo'lib qo'shiqni avjiga chiqqanlar. Qo'shiqni avjiga chiqqanlarida qo'llarida piyalalari Shukur aka Burxonov tizzasiga tushgan, o'zlari mukki qilib qo'llariga yiqilgan ekanlar. Shukur aka o'nlardan sakrab turib ketib, orqaga hovuzga tushib ketgan ekanlar. Bu joy Marg'ilon bog'idagi hovuzi oldidagi so'ri kalabatlar turadigan, biz Marg'ilonda samovar deyiladi, choyxonalarda o'sha yerda bo'layotgan gap bu. Lekin darrov dadamni yotkizib qo'yishgan ekan. Shunda hamma akam endi borganlar yonlarida masla. Mahamajon deb o'sha shogirdlari chaqirgan ekan. Akam 16 yashar bola. Shunda qarab turib, akam kelgunlaricha Shukur akani chiqarib olishgan, endi hovuzga shunda olib chiqishgan. Qarab Shukur akaga shunda qaragan ekanlar-da, aytamanki, uzr so'raganday bo'lib. Keyin akamni olib kelishgan ekan. Akamga qarab turib ko'zlaridan bir tomchi yosh oqib, ko'zlari yumilgan ekan. Dadam qo'shiq boshlagan mahallarida o'sha hovuzdagi g'ozlar g'ag'allab ketib, bedanalar sayrab, xuddi osmonda qushlar uchib yurgan ekan. Dadamlarning ko'zlari yumilishi bilan g'ozlarni g'ag'allashi, qushlarni sayrash to'xtagan ekan o'sha joyda. Qo'shiq bilan yig'lab tug'ilib, qo'shiq bilan ruhlari uchib ketdi, o'sha qushlar bilan baravar deb o'ylayman men. Endi azlar bu oilaga tushgan
musibat juda og'ir kechgan. Nafaqat bu oila uchun, balki butun mamlakat uchun, san'at shinavandalari uchun bu juda katta musibat edi. Zuhraxonning egizaklari Hasan Uzoqov xotiralarini eshitaylik. U kishi bugun uzrli sababga ko'ra kela olmadilar. Marhamat. Ko'cha Guzarda yaqinida edi bizning uyimiz. Ana shu paytda bilinadi odamlar o'sha yerda mahalla ko'ylar bilan birinchi oqsoqollar bilan qo'ni-qo'shnilar bilan ko'rishib qolishgan bo'lganda bolalar boshqasi mana shunaqa dadangiz keldi, boshqa dadang keldi, boshqa deysa, ularni suyunib biz endi uchib qanot paydo qilib uchib borgandek borardik, yugurib borardik dadamlar bilan. Haligi dadam rahbarlik o'sha paytda shunaqangi bir xursand bo'lib bizni bag'rlariga bosib erkalatishardi. Uyga kelib kelgan ayam aytib berib yurarlar, o'sha 1 oy 15 kun 20 kun o'sha gastrol safarda yurgan hamma charchaganlarim shu farzandlarimni bag'rimga bosganimda hammasi chiqib ketadi deb ko'p gapirardilar. Lekin bitta armon bo'ladi, har bir farzandda shunaqa bo'lsa kerak. Men nima qilaman-da, havas qilaman shu ba'zi bir insonlar yoshi katta bo'lgan paytda ham shu dada degan so'zni bitta shu dada deyish deb to'ymaganmiz deyman-da menda. Alloh rahmat qilsin. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Vafotlarida shu shahardan xalq oqib kelyapti. Shu eshitgan odam borki, Ma'murjon akani dafn marosimiga qatnashdi bular. Xalqni ko'rsangiz, bir hayron qolalik darajada shunaqa bir xalq kelgan. 1963-yil edi. Qabristonda ham shunaqa tobutlarni ko'targan, talash mashinaqa qilib shu Mashhad qabristoniga qo'yildi. Alloh rahmat qilsin, juda xalqqa samimiy xizmat qilib, xalqni yuragidan joy olgan hofizlar Ma'murjon aka. Sahnaga yana e'tiboringlarni qaratamiz. Mana shu 2 so'z tambur va dutor Marg'ilondan keldi, iltimos qildik. Ustamizning sozlari. Shu soz biroz tin oldi. Buni jarangini eshitishimiz kerak. Shogirdlarni sahnaga taklif etaman. Yillar bizdan uzoqlashgan sari bu beg'ubor qo'shiqlarning qadr-qiymati tobora oshib boryapti. Davudiy ovoz sohibi, O'zbekiston xalq hofizi Ma'murjon Uzoqovning nafasi sira so'nmagay. U kishining nafasini biz bugungi kundagi o'g'il qizlarimizning ijodida baralla yangrayotganlarini ko'ryapmiz. Baralla yangrayversin ustozning sozi, ovozi. Tabib qo'ymoq madardim bir dağlardan biri. Tabib qo'ymoq madardim bir dağlardan biri. Rükürmekke rabağlardan biri. Rüzgarım tiraman bakti kanağlardan biri. Sürmez aşağılardan biri.
oşnalar belki şu rabalardan biri. Qaysi bir istak bayonin oshkora aylayin. Qaysi dardimni diyay ham kim davo aylayin. Yar ağzidan nitay kim uz geler nami muqim. Ay man zahar yutsam asal diruz geler kami muqim. Bulmadi hargiz qilingan iltijovlardan biri.